Yo, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Zero Uz. Xo'p do'stlar, bugungi videomizda maqsad GameGuard'dan o'rnatish videosini qilaman degan edim Telegram kanalimda. Shunasi cho'zilib ketdi juda ham. Bir haftadan ziyod bo'lib ketdi. Kecha ham Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Xullas, video chiqaraman dedim, cho'zilib ketib qoldi. Sizlardan uzr so'rayman. Mana bugun videosini olyapman. Vaqtim bo'lganda bu GameGuard'ni 0 dan 100% gacha o'rgataman. Bu birinchi qism bo'ladi, o'rnatish bo'ladi. Keyinchalik uje HP qilish, yana xorom qilish, ana shunaqalarni o'rgatib boraveraman. Kanalimga albatta obuna bo'lib qo'yinglar, 2-3 ta akkauntdan tezroq 50 tadan oshishimiz kerak. Vobshe aktivman past negadir. Xo'p, bo'lmasam gapni qisqa qilaman, bo'lmasam GameGuard'ni o'rnatishga o'tamiz. Birinchi ochrat bizga Telegram kerak bo'ladi. Telegram kirib olamizda. Bizga botimiz kerak bo'ladi va biz qidiruvga Zero Uz bot deb yozamiz. Mana bizlarda botimiz chiqib keldi. Va kiramiz. Bu yerda siz nima qilishingiz yozilgan. Nima qiladi bu bot? Xullas bu botga start bosasizlar. Bu yerda menda shunaqa chiqyapti, sizlarda chiqadimi bilmadim. Bizlarda shunaqa o'yin ochiladi. KPM UZB mod, GameGuard'dan, KPM2 mod, bizning ijtimoiy tarmoq. Xo'p, biz bu yerdan GameGuard'ni bosamiz. Bosganimizda va shunda ikkita APK fayl tashlab beradi. Biz APK faylni nima qilamiz? APK faylni ikkovini ham yuklab olamiz. Bu narsa kerak. Hop, yuklab olgandan keyin videoni kesib yuboraman xullas o'rtasini. Hop, mana yuklab bo'ldi deyarli. Yuklab olgandan keyin birinchi ochratda biz ham video SPX'mi, xullas shuni yuklab olamiz birinchisini. O'rnatish. Va sizlarda shunaqa chiqadi. Bu yerda mana batafsil degan joy bor. Batafsil ustiga bitta bosasizlar va o'rnatish ustiga bitta bosasizlar. Bu yerda parol. Telefon parollaringiz bo'lsa, parol so'raydi, bo'lmasam so'ramaydi. Okey. Va endi o'shani tagdagisini o'rnatamiz. O'rnatish. Bu yerda ham batafsil o'rnatish. Endi bo'ldi, bu yerdan chiqamiz. Telegramda qilgan ishimiz qolmadi. Xo'p, mana o'zi chiqdi. Endi mana ularga kirmaymizda. Mana unga kiramiz birdaniga. Bu special virtualga kiramiz xullas. Agreyni bosamiz. Va bu yerda tagida plyuscha turibdi. Qanday buni sizlarcha bo'ladi? Mana shu yerda plyuscha turibdi. Plyus bosamiz. Va bu yerdan karpakini tanlab olamiz. Va yana past keyin GameGuard'ni topib, GameGuard'ni tanlab olamiz mana. Keyin klonni bosamiz. Va mana bizlarda karpakin chiqdi. Karpakin bilan GameGuard'dan chiqdi. Endi birinchi ochrat GameGuard'ni ustiga bitta bosib kiramiz. Bu yerda ruxsat berasizlar. Buni o'qib bitirmasdan okni bosasizlar. E'tibor berishni bosasizlar. Okni bosasizlar. Va sizlarda bu yerda o'qib chiqadi.
Va bu yerda nima qilasizlar? Bu yerda mana buni ruxsat berib qo'yasizlar, xolos. Inspection virtual ruxsat berib qo'yasizlar. Va bu yerdan chiqib qayta ishga tushirishni bosasizlar. Va yana game guarddan kirasizlar. Kirgandan keyin mana pastda boshlash turibdi. Mana boshlash turibdi. O'shaning ustiga bitta bossangiz agar yuklanmoqda bo'lib turadi. Bas. Va mana game guarddan ishga tushdi. Endi bu yerda qiladigan ishimiz car parkingga kiramiz. Birpas загрузка bo'ladi. Va bu yerda kontinuni bosasizlar. Va bolalar bizlarda game guarddan o'rnatildi. Endi game guarddan ishga tushirish uchun bu yerda ustiga bosasizlar. Ular ustiga bosasizlar. Mana ustiga bosasizlar. Va bu yerda mana shunday oyna ochilgandan keyin 1 gigabaytligini bosasizlar. Mana bizlarda car parking X64 1 gigabayt 1.11 va mana desizlar, xullas game guarddan o'rnatildi. Keyingi qismlarda o'sha HP qilish yoki coin solishni o'rgataman. Video shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi qismga kutib qolinglar. Xayr-salomat bo'linglar.